Qo'llar ham bo'lsa, fikrimiz xudo xolsa, biologiya fanlari nomzodi bizga xabarlar hozir tushuntirdik. Hammamiz iloji boricha suhbatda aktivroq bo'lishga va ustozimizlar har bitta berayotgan tavsiyalarga amal qilishga va yaxshi tarbiyalashga va iloji boricha o'zimizga maqbul va o'zimizga qulayroq bo'lgan yaxshi tavsiyalarni biz olishga yaxshi harakat qilamiz. Savollar bo'lsa, suhbat so'ngida o'zi ustozinglar kimda savol bor deganda bemalol qo'llarga savol berishimiz mumkin. Hammamiz yerga o'tiramiz, majburlikdan emas, hammamiz biron bir ilm o'rganishga o'tiribmiz. Bu ham bitta dars tushunadi. Qaysi darsimiz imkon qadar aktiv bo'lishga harakat qilinglar. Har bitta gapirgan gapni zehn bilan tinglashga intiling. Mana Obrigado, só. Assalomu alaykum. Men tanishtirganlarda Abdumannon, men ismim. Oddiy o'qituvchiman, biologiya ustoz. O'zimizni o'quvchilarga qiladigan nasihatlarimizni, o'zimiz o'quvchilarga o'rgatadigan gaplarimizni do'stimiz iltimoslari bilan sizlarga ham bir nasihat qilaylik deb keldik. Ilm ham bu rizq. Alloh rizqingizni qo'shgan bo'lsa, bizga Alloh ilhom bersa, bir qancha tajribamizdan o'tgan gaplarni gapirishni niyat qilganmiz. Agar Xudo xolasa manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Mana buni ham birinchi marta taqish bo'ldi. Ya'ni mendan bir qanaqadir bir kutuvni katta olib, 90 gradusga buriladi endi o'qishlarimiz deb katta narsalarni kutishingizdan bilmadim, o'rinlimi, o'rinsizmi? Oddiy ustozligimni, o'qituvchiligimni eslatmoqchiman. Xo'p, bir qancha eslatmalarni eslatishni niyat qildim. Hop, olganda bitta o'zi tarkibni bitta bilib olsam, bu yerda qaysi fanni o'qiydiganlar, hop, kimyo, biologiyani o'qimaydiganlar. Bitta qo'l ko'tarib oling, kimyo, biologiyani o'qimaydiganlar. Ya'ni hamma kimyo biologiya. Ha, hamma to'g'ri yo'ldalar. Ha, men adashganlar ham ko'chib qoldim. Ha, demak to'g'ri yo'ldasiz. Xo'p, demak, sizlarning ham xayolingizdan onda-sonda o'tib qoladimi? Ana, men 10 yildan keyingi planingizni o'ylaganingizda, shoshmaqani o'zi bana doktor chiqarmikan o'zi degan xayol kelib qoldi. Kimning xayoliga shunaqa narsa kelib qoladi? Demaydimi? Yaxshi. Kimning xayoliga mana narsa keladi? Men doktorlikdan qancha pul toparkanman, o'zi 10 yil, 20 yil vaqt ketadi doktorlikdan yaxshi meva berishga deb xayolingizga kelib turadimi shunaqa gaplar? Menda ham mana shunaqa muammo bor. Menda yoshlikda, aynan sizni vaqtingizda menda shunaqa muammo bor edi. Eng katta muammo, dars qilib o'tiraman. Dars qilib o'tirgan paytimda birdan xayolimga ketadi, shoshma o'zi, endi men doktor bo'lishni tanlaganman-da birinchi. Mendan doktor chiqarmikan? Qancha pul topaman? Falonchi biznesni bitirib keldi, hali shu ahvolda. Mana shunaqa o'ylar miyamni bir qismini band qiladi-da. Keyin bunda ham bir amallab bu davrdan ham o'tib olib, institutga kirgandan keyin pedagogikani tanlagandan keyin yana mendan o'qituvchi chiqarmikan? O'qituvchilar qancha pul topayapti? Nima bo'lyapti? Mana shunaqa o'ylar xayolimga kelaverardi. Keyin bitta qoidani tushundim. Bu qoida shuki, istalgan sohada top bo'lsangiz, ko'nglingizni xotirjam qilsangiz bo'ladi. Ya'ni top deganda eng kuchli. Hamma sohada o'qituvchi bo'lsangiz ham, shifokor bo'lsangiz ham, istalgan sohada top bo'lsangiz, top 5 taliga kirsangiz, top 5% ga kirsangiz, deylik, o'qituvchilik misolida aytadigan bo'lsam, o'qituvchilarning O'zbekistonda biologiya o'qituvchilarining umumiy soni qancha desa, o'rtacha 40 mingta biologiya ustoz bor. O'sha 40 mingta ustozni top 5% ga kirsangiz, ana shu o'zi boshqa sohalarga ham solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Hamma sohani 5% umumiy sohada aylanadigan pulni 50% ni aylantirib yuradi bular. Ya'ni 40 mingta ustoz bo'lsa 5% qancha bo'ladi? 2 mingta bo'ladimi? 2 mingta ustoz, butun boshli 40 mingta ustozga 2 mingta bo'lmaydi menimcha. Shunaqami? 100 tami? 40 mingtani, yo'q, 40 mingtani 10%. Ha, to'g'ri. Adashmadik, to'g'ri. Xo'p, o'sha 2 mingta ustoz butun 40 mingta ustoz qiladigan apparatni aylantirib yuraveradi. Yoki qancha shifokor bo'ladigan bo'lsa, o'sha shifokorlarning top 5% butun boshli shifokorlar topadigan daromadni aylantirib yuraveradi. Ya'ni agar xayolimizni bir burchaga daromad, bir nima xayol kelib qoladigan bo'lsa, sal ko'ngilni xotirjam qilish uchun aytib qo'yishimiz kerakki, istalgan sohada top bo'lishga harakat qilsak, nisbatan yonimizdagidan yoki tengdoshimizdagidan sal o'zi ishda ushlab turadigan ikkita narsa bo'lsa, bittasi daromad sizni qiziqtiradi, bittasi yaxshi ko'rish. Yaxshi ko'rish xususiyati ham, yaxshi ko'rish sifati ham endi paydo bo'lyapti. 20 yil oldin bir ishimni hozir endi internetda yoki qayerdadir yoki o'rtoqlaringiz
ishingni yaxshi ko'r, yaxshi ko'radigan ishingni tanlashing kerak, san yaxshi ko'radigan ishingda ishlashing kerak degan tushunchalar endi paydo bo'lyapti. O'zi yaxshi ko'rish dadamizdan yoki bobomizdan so'rasak, oddiy dehqonchilik qilgan bo'lsa ham yoki kolxozda haydovchi bo'lgan bo'lsangiz, dada ishingizni yaxshi ko'rganmisiz, bobo ishingizni sevganmisiz desangiz, o'ylanib javob beradi. O'zi yaxshi ko'rish sifati ham endi paydo bo'layotgan tushuncha. Ya'ni ishimni yaxshi ko'radigan, ishimni topishim kerak degan tushunchalar ham hali mavhum. Qachon yaxshi ko'rish paydo bo'ladi? Qachon o'sha sohaga kirib nimadir qoyillatganingizdan keyin. O'zi qiziqish ham shunaqa narsa. Fanni ham balki kimyoga kirib qolganingizni ham sababi siz kimyodan sal nimadir qoyillatib qo'ygansizda, bitta yaxshi nimadir o'qib ko'rgansiz, keyin sanda ha yaxshi degan, shundan keyin sal qiziqish paydo bo'lgandir. Bizda endi o'qituvchilarda ham bolalarni qiziqtirish uchun shunaqa qilinadi yoki o'zingizda ham ukangiz bilan shaxmat o'ynasangiz, shaxmatga ukangizga yutqizib bering yoki shashkaga yutqizib bering. O gap yo'q, sen shashkani zo'r o'ynar ekansan desangiz, ukangiz o'zini chempion deb hisoblaydi, haqiqatdan men zo'r shashkachiman. Qani qaysing bor, yana shaxmat shashka chempioning bormi? Ke oldimga deydi, sekin shashkaga qiziqish boshlaydi. Ya'ni qiziqish bu oldindan men doktorlikka qiziqmayapman-ku, endi nima qilaman, majburlikdan boryapmanmi degan tushuncha bo'lmasligi kerak. Qiziqish ham keyin paydo bo'ladigan narsa. Ya'ni shifokorlikka kirasiz, bu narsani qoyillatasiz, keyin sekin sohangizga qiziqib qolasiz. Daromad masalasi bo'ladigan bo'lsa, shifokorlikka kirasiz, top darajaga chiqishga harakat qilasiz, keyin daromad ham menimcha keladigan narsa. Xo'p, demak shu ikkita eslatmani eslatmoqchiman. Demak, topga chiqish uchun qanaqa yo'llarni bosib o'tasiz? Undan keyin xudo xolasa kasb tanlaganingizdan keyin deylik hamma sohada har xil, kimdir o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, kuniga 50 daqiqa uni 2-3 yilda olib chiqadi. Doktor bo'lsangiz, 1 soat 20 minut uni sizni 2-3 yildan keyin top doktorlikka olib chiqadi. Xullas kalom buni amallasa bo'ladigan ishlar. Demak, biz ko'nglimizni xotirjam qilsak bo'ladi. Voy, men doktorlikni yaxshi ko'ramanmi, yo'qmi, iplolamanmi, yo'qmi degan o'ylarni chekkaga qo'yib, voy, men doktorlikda qancha pul topaman, yana yuramanmi degan o'ylarni ham shunday chekkaga qo'yib, faqatgina hozirgi A dan B tochkagacha bo'lgan narsalarni o'ylashimiz yetarli. Ani E, F, G, H, Sh, Ch ga bo'yapti-da, u doktorlikda nima qilishingiz, qanaqa pul topishingiz, qaysi lokatsiyada ishlashingiz, u hammasi keyingi narsalar. Shayx hazratlari ham bir ma'ruzalarda aytib qolganlar, "Oy, yoshlar, kelajak haqida ha deb o'ylab o'tirgandan foyda yo'q. Hozir ilm oladigan paytingiz, hozir aniq B nuqtangiz bor. Sizni B nuqtangiz balki sertifikatdir, balki institutga kirishdir. Aynan mana shu B nuqtani bor fokusingizni qaratsangiz, u yoqdan ikkilanishlar sizni ikkilantirmasa, sizni kamroq energiyangiz ketadi demoqchiman. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan birinchi xulosam shu. Kelajak haqida bosh qotirib olish kerak emas. Ayni vaqtdagi B tochkaga olib boradigan yo'lni ko'rishimiz kerak. Endi B tochkamiz bizni balki sertifikatdir, balki DTM imtihonidir. Aynan endi mana shunga olib boradigan yo'lni sal optimallashtirishga harakat qiladigan bir qancha ko'nikmalar haqida gaplashamiz. Xo'p. Birinchi aytmoqchi bo'lgan xulosamni tushuntira oldimmi? Xo'p, so'rab oling, nimani tushuntirasiz? Demak, ishda ushlab turadigan ikkita narsa bor ekan. Bittasi deylik daromad bo'lsa, bittasi yaxshi ko'rish. Yaxshi ko'rish keyin paydo bo'lishi mumkinmi? Yo hozir yaxshi ko'rib keyin ishga kirishingiz kerakmi? Keyin paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni siz xavotirga tushib o'tirish kerak emas. Doktorlikni eplolamanmi deb o'tirishingiz ham shart emas. Yaxshi ko'rsangiz bo'ldi, eplab ketaverasiz. Yaxshi ko'rib ketaverasiz, o'zi eplaganingizdan keyin yaxshi ko'rib ketaverasiz. Xo'p, daromadga ham chiqsangiz bo'ladimi? Alloh nasib qilsa. U uchun nima qilish kerak? Topga chiqish kerak. Ya'ni shunaqa farroshlar bor. Prezidentning uyini ham kimdir tozalaydi baribir. Ular qancha pul oladi deb o'ylaysiz? Bizdan ko'p pul olishi mumkin, to'g'rimi? Bizda. Ya'ni topdagi farrosh prezident uyida, topdagi ahrana prezident uyida. Sartaroshlar, topdagi sartaroshlar hozir telefon qilsangiz, O'zbekistondagi eng kuchli sartarosh top telefon qilsangiz, u bo'ldi, yozib qo'yaman, 10 kundan keyin yakshanbaga yoki 20 kundan keyin falon kunga deydi. Ya'ni shu darajaga chiqqan, demak, siz ham shu darajaga chiqsangiz, ungacha ko'nglingizni xotirjam qilsangiz bo'ladi. Xo'p, endi B tochkamiz haqida gaplashamiz. Kecha Asroddin ustozlaringiz ham kanallarga tashlabdi. Moxlaroyon degan bitta o'quvchi bor edi, kimdir ko'rdi, ko'rmadi. Yaqinda A sertifikatini oldi. O'shanda ko'rgan bitta xislatim bor. Uni hammaga aytaveramiz. Ustozlaringiz ham ko'p aytadi. Men ham bolalarga ayttiraman. Ustozlaringizni olib borib bolalarga o'zim yana ayttiraman. Chunki meni gapimni ana urursangiz, qo'lingiz bezlashgandan keyin og'riq sezmay qoladi-ku. Boshida sezadi bu. Sezadi, lekin 1 soat urib turgandan keyin bu sezmay qoladi. Meni gapim ham ta'sirsiz bo'lib qolganda men bolalarimga. Boraman ustoz
nasihat qiling deyman. Hamma ustozingizni nasihati ham men nasihatim ham o'sha mohlar oyimdagi bitta xislat haqida boshlanadi. Doim mohlar oyimda shunaqa xislat bor. O'zi A+ ga da'vogar qiladigan, adashmasam 0.4 ballni nechadir ball yetmay qolgan qiz. O'shanda shunaqa xislat bor. U biladi, keladi, o'tiradi, bilgan narsasini tinglayotgan paytda ham shuna menga qaraydi-da, deydi. Men unga qarayman-da, ilhomlanib ketaman-da, maza qildi ham deyman-da, yana ilhomlanib jo'shib ketaveraman. Yana qaragan paytimda, ha deb, siz ham maktabda shunaqa bo'ldi, siz yolg'ondan ko'p qilib tursangiz kerak. Maktabda ustozingiz sizga qaraydi. Bu zo'r. Ustoz sizga qaraydi, qaragan paytda siz deb shunaqa holat bo'ladimi? Biz ham maktabda shunaqa qilganmiz. Ustoz bizga qaragan paytda ustozga qarab deganmiz. O'zi ustoz nima haqida gapirayotgani esimizda yo'q. Tushunmadik ham. Deymiz, qarani nima qilding deb o'rtamizga gaplashaveramiz. Yana ustoz qarab, to'g'ri deb ruchkani oldimda qo'ygan odammiz. Ya'ni bu o'zi aslida bu yaxshi narsa. Men bolalarga maktabda o'tsam ham, "Voy, tushunmasang ham deb tur" deyman. Desang, keyin menda sekin ochilish paydo bo'ladi. Ustoz keyin o'sha ustozingizga keyin e'tibor qilsangiz, ustoz sekin jo'shishni boshlaydi. Deb maza qilishni boshlaydi. Bu o'qituvchini maza qildiradi. O'qituvchi maza qilgandan keyin sizga nimadirlarni berishni boshlaydi. Mohlar kelib o'tiradi-da, deydi. Bir o'ylab jahlim chiqadi. Men bunga oldin ham aytdim. Oldin ham dedim. Yana aytyapman. Keyin onda-sonda shunaqa olib qolardimda. Mohlar ham siz nahotki o'tgan safar ham 5-6 oy oldin ham shu narsani tushuntirdim. Hozir endi tushundingizmi? Shuni deyman-da. U oldin o'zi tushungan. Hozir yana o'tirsa, yana deb o'tiraveradi. Har gapimda deb tushuntiraveradi. Lekin mana shu ish qilib, mana shu xislat zo'r xislat. Asroriddin misoli bor edi. O'zi Asroriddin misoldan oldin, Asroriddin misoli sodda zo'r misolda, undan oldin Rumiy gapini aytaman. Rumiy aytadiki, ichingdadir-da, deshmasam, banda yig'laydi. Ya'ni o'zi umuman ona bilan bolani munosabatida go'dak yig'lagandan keyin onani sut bergisi keladi, ya'ni sut jo'shadi. Alloh bilan bandaning munosabati ham xuddi shunaqa. Banda yig'laydi, Allohning rahmati jo'shadi. O'quvchi bilan o'qituvchining munosabati ham shunaqa deb o'ylayman-da. O'quvchi ehtiyojini bildiradi, menga kerak deb bildiradi, keyin o'qituvchi o'zidan o'zi jo'shadi. O'zi o'qituvchiga ilhom o'zi o'qituvchi hech narsaga o'qituvchi bir pochtalyon. O'qituvchida bir qanaqadir bir ilm yo'q. O'qituvchi shu pochtalyon. Bu Alloh taolo nimadir bergan. O'qituvchi keladi, shuni gapirib o'tiraveradi. Endi mana bu bolalar jo'shsa, mana Alloh taolo o'qituvchiga ko'proq ilhom berib, ko'proq narsani gapirtiraveradi. Demak, pozitsiyamiz shunaqa bo'lishi kerakki, o'qituvchimiz qarab turgan paytda deb yorishimiz kerak. Hozir men sizga shunaqa qarayman, indisga qarayman. O'sha paytda Xo'p, demak, qarang, men tushuntiryapman-a bolalar? Deng. Boshqatdan. Xo'p, demak, tushuntiralyapman-a bolalar? Tushunmadingizmi? Xo'p, endi Asroriddin ustoz misolini keltiraman. Asroriddin anaqa sigir boqqan bo'lsangiz, buzoqchani sog'ishdan oldin yildirish deyiladi. Idir qiladi. Birinchi emizdiradi, keyin buzoqchani oladida, keyin anaqa sog'ishni boshlaydi. Prosta buzoqchani qo'ymasdan turib sog'ishni boshlasa, yaxshi sut bermaydi. Nimaga buzoqchani bitta berib olyapti? Chunki onasini bitta jo'shtirib olish kerak-da. Onasi jo'shgandan keyin siz bemalol kerakcha sutni olaverasiz. Demak, bola ham shunaqa bo'lish kerak, siz ham shunaqa bo'lish kerak. Istalgan ustozni darsiga kirsangiz, shunda ustozni jo'shtirib yuboradigan nigoh bilan ko'zlaringizni chaqnattirib, deb turib, shunaqa pozitsiyada tursangiz, ustozdan hamma narsa chiqaveradi. Agar mana men degan akademikni olib kelib yoki Nobelni olgan bitta olimni olib kelib qolib, gapirtirsangiz, agar sizni pozitsiyangiz eshitmaydigan, bilaman degan pozitsiya bo'ladigan bo'lsa, undan hech narsa sizga o'tmaydi, undan hech narsa chiqmaydi. Lekin ko'chadagi istalgan ixtiyoriy odamni hozir gapirtirib, shuna tikilib nimadir olaman deb tursangiz, o'shandan borib bir 100 ta nasihat chiqadi. Ukam endi anaqa deb sekin nasihat qilishni boshlaydi. Ya'ni unga sekin ilhom keladi. Demak, birinchi oladigan xulosamiz, xo'p, doim shunaqa ustozni jo'shtiradigan pozitsiyada bo'lmasak, mana shu holatda bo'lmasak, bo'lmaydi. Biladigan narsamiz bo'lsa ham, bilmaydigan narsamiz bo'lsa ham xuddi shunaqa. Abdulloh ibn Vahb aytadiki, bu kishi tobiinlardan, agar menga kimdir kelib bitta hadisni aytsa va men bu hadisni
oldin eshitgan bo'lsam ham sekin turib, "Ha, shunaqamikin" deb turaman deydilar. Vaholanki men bu hadisni eshitganimda, ana odam hali onadan tug'ilmagan edi deydi. Endi sizni holatingiz o'rtog'ingiz tasavvur qilingiz, biladigan narsangizni kelib aytsa-da, turay, men qachon bilardim buni deysizda, birdan nimasini yopasiz. Suhbatni yopib qo'yaverasiz. Ya'ni har qanaqa o'zi odobda ham xuddi shunaqa, o'sha musulmon odobida shunaqaki, bu ham eshitish odobi, ham o'qituvchi-o'quvchi munosabatiga to'g'rilab qo'ysak bo'ladi buni. Demak, qachon eshitishga tayyor bo'lamiz, shundan keyin eshitadigan gaplarimiz paydo bo'ladi. Demak, birinchi qoida nima bo'ldi? To'ppa-to'g'ri, barakalla. Ikkinchisi nima ekan? Barakalla. Bilarkansizlar o'zi. Uchinchisi eshituvchi holatda deb qo'yamiz mana. Buni hozir yodlab ham qo'yamiz. Yodlab qo'yamiz. Xo'p, demak birinchi qoida nima bo'ldi? Bu qoidaga amal qilmasdan turib, keyingi bosqichga o'tib bo'lmaydi. Xo'p, demak, bu haqida gaplashdik. Endi buni onda-sonda eslatib turaman. Birinchi qoida degan paytimda eshituvchi holatda bo'lishimiz kerak deb eslatib turasiz. Xo'p, bu erinmagan banda deyman. Bir anaqalar bilan bo'yab, yozib, sekin fikrlarni tartiblaydi, keyin hazm qiladi uni. Ya'ni, mana shular ko'proq foyda oladi. Demak, xulosa, yozish, konspektni ham tushunchamizni to'g'rilashimiz kerak. Konspekt bu bizning fikrlarimizni tartiblashimiz uchun. Kim konspekt qilyapti, kim konspekt qilsa, demak, u fikrlarini tartiblayapti. Fikrlari tartibli bo'lgan joyda keyin sekin nutqingizga yoki testingizga sekin javoblar chiqadi. O'zi chunki xotiramizda muammo yo'q. Asl muammo nimada? Asl muammo uni chiqazishda. Chiqazishda muammolarimiz bor. Sizning xotirangizga bor-ku, qancha axborotlar shu paytgacha ko'rgan, hamma kechirgan qiyinchiliklaringiz, ko'rganmisizda? Yo'q, ko'rmagansiz. Ko'rgan hamma qiyinchiliklaringiz, hingir YouTube'da ko'rgan podkastlar hammasi xotirangizda saqlanib yotibdi. Faqatgina siz uni chiqarib bera olmaysiz. Xuddi o'xshaydiki, katta skladga o'xshaydi. Sklad shunaqaki, skladda faqatgina siz ko'rgan narsangizni olasiz, tashaverasiz. Biologiya ustoz bugun gapirdi, biologiyani ham tashladingiz. Kimyo ustoz gapirdi, kimyoni ham tashladingiz. Onda-sonda ona tili ustozdan eshitdingiz, uni ham tashladingiz. Endi qachonda chiqarish kerak bo'lgan paytda uni qidirib qayerga qo'yganim deb qoladigan skladga o'xshaydi. Nima qilish kerak desa, u uchun sekin tartiblab qo'yish kerak. Tartiblashning eng zo'r varianti, eng zo'r yechimi bu yozish. Darsda yozmagan taqdiringizda ham, darsda pala-partish yozgan taqdiringizda ham uyga borib o'tirib tartiblasangiz, mana shu eng zo'r miyani tartiblashga yordam beradi. Xo'p, demak, birinchi qoida nima edi? Ikkinchi qoida? Yashang. Xo'p, endi qorninglar haqida so'radim. Kim qorni och? Masjidda ustoz kim yodlasa qochadi. Shunda o'sha ma'lumot qochadimi? Ma'lumot qochadi, Bari qochirib qo'yamiz. Yodlasak ham qochirib qo'yamiz. Esdan chiqib qolishi mumkin. Yodlasak ham xotiramiz buni chiqarib yuborishi mumkin. Endi yozsak bog'lanadi deb. Xo'p, demak, o'zi nima deb o'ylaysizlar? Qorninglar och bo'lsa yaxshimi, to'q bo'lsa yaxshimi? Kimni qorni och bo'lsa kadasi yaxshi ishlaydi? Kimni qorni to'q bo'lsa kadasi yaxshi ishlaydi? Teskari deb biladi. Kimga farqi yo'q? Baribir ishlamaydi. Bu mana shu masalada ham qisqacha aytamizda, qorin och bo'lsa yaxshimi, to'q bo'lsa yaxshimi? Mana shu bizga shunaqa o'rgatishgan. Voy, oldingda narsani, endi onalar ham mehribonda. Oldingda narsa tursin, bolam deb bir nimadan olib kelib qo'yadi, choyingizni qilib qo'yadi, shirinligingizni qilib qo'yadi. Kerak bo'lsa ovqatingizni ham sizga rahmi kelsa, o'ta xonadan chiqmaydigan darajada dars qiladigan bo'lsangiz, ovqatingizni ham oldingizga qilib qo'yadi, yeb dars qiladigan darajaga. Endi bizga shunaqa aytisharki, bu to'g'rimi-noto'g'rimi hozir sekin tushuntiraman. Qorning to'q bo'lsin, bolam. Sen aqliy mehnat qilyapsan, qorningni to'q qilib qo'y. Endi mana shu tema haqida kichkina gaplashamiz. Bundan keyin 3-qoida qilib kiritib qo'yamiz. Bu aylanadi. Aynan. Xo'p, endi o'zi biologiyani o'qiyotgan bo'lsangiz, oshqozonning hajmi qancha? Yashang, 2,5 litr. Xo'p, oshqozonning hajmi 2,5 litr. Bu degani siz qanchadir yesangiz, shu
to'ydim degan sizda hissiyot paydo, to'qlik hissiyoti qachon paydo bo'ladi? To'qlik hissiyoti mana bu ichkariga solgan luqmalaringiz bor-ku, luqmalaringiz ichkariga tushadi, ichkari oshqozoningizni tarranglashtiradi. Tarranglashtirganidan keyin oshqozoningiz devordagi retseptorlar qo'zg'aladida, shunday signal berib, mana bu yerda kimdadir bor, kimdadir yo'q. Miyaga olib boradi. Miyaga olib borgandan keyin miya ha bo'ldi, sen to'yibsan degan to'yish holati mana shundan paydo bo'ladi. Demak, to'ydim degan holat to'qlik yaxshi. To'qlik yaxshimi? To'qlik zo'r. Xo'p, to'ydim degan holat bo'lishi uchun demak oshqozon taranglashi kerak. Taranglashgandan keyin miyaga axborot borishi kerak. Miya keyin to'qlikni his qiladi. Xo'p, endi oshqozonning hajmi o'zi 2,5 litr bo'lsa, 2,5 litr. Xo'p, endi to'yishim uchun men qancha narsani to'ldirishim kerak? Taranglash uchun qancha to'ldirishim kerak? 2,5 litr to'ldirishim kerak. To'ppa-to'g'ri. Lekin shu yerda bitta sal boshqacha mexanizm bo'ladiki, o'zi bilsangiz, nerv sistemasida yozilgan impulsning tezligi qancha sekundiga? Eng sekini barakalla 4 metr sekundiga. Adashmasam. Ya'ni men o'yladimda bu xato ma'lumot bo'lsa kerak. Mana bunaqa ma'lumot bizga aytadi. "Voy, sen to'yganingni 20 daqiqadan keyin bilasan." Eshitganmi shu gapni? Sen birdaniga bilmaysan to'yganingni, 20 daqiqadan keyin bilasan dedi. Men o'zimcha biologiyani o'qiganman. Nerv sistemasida yozib qo'ygan, impulsning tezligi 4 metr sekundiga. Bu masofa 1 metr ham chiqmaydi. Nechidir millisekundda miyamga boradi. Hech ham unaqa emas. 20 daqiqada emas. Men to'ysam birdaniga sezaman degan bir tushuncha bor edi. Keyin buni men so'roq ostiga qo'yib, hech bunga qo'shilmasdim. Xo'p, keyin tushundimki, oshqozonni o'zi 2,5 litr bo'lsa, mabodo o'zi men og'zimda luqmalarni chaynab og'izda luqma holatiga keladi, luqmalar pastga tushadi. Mabodo oshqozonni men 1,5 litrini to'ldirsam, oshqozonga luqma himusga aylanadi. Himus bu oshqozondagi ovqatlarning aralashmasi bo'tqa. Ana shu himusga aylanish vaqtida 1,5 litr yegan narsam shishib xuddi xamir ko'pchiydi-ku. O'zi tog'orani usti bilan tekis bo'ladi, keyin vaqt o'tadi, 20 minutdan keyin 10 minutdan keyin toshib ketadi. Bizdan yegan ovqatimiz ham oshqozonga tushgandan keyin kislotalarning ta'sirida 1,5 litr narsa sekin himusga aylanib ko'pchib 2,5 litrga chiqadi. Demak, 1,5 litr 2,5 litrga aylanadi. Bo'tqaga o'xshab shishganning hisobiga. O'shandan keyin va mana shu vaqt uchun 20 daqiqa vaqt ketadi. Demak, xulosa, agar men 1,5 litr narsa yesam, hali to'yganimni his qilmayman, chunki 1,5 litr meni oshqozonimni taranglashtiradimi? Yo'q. Keyin u bo'tqaga aylanadi, keyin taranglashadi, taranglashgandan keyin u to'yganimni his qilaman, ya'ni 20 daqiqa shundan kelib chiqadi. Endi menda ahvol qanaqa? Men 1,5 litr to'ldirishni bilmayman, oxirgacha to'yguncha yeyishim kerak. Shuning uchun men nima qilaman? 1,5 litr emasda 2,5 litr ovqat yeyman. O'sha momentda o'zida bo'ldi, to'ydim men, oyi deyman. Chunki o'sha paytda o'zida taranglashdi-ku. To'ydim oyi deganimdan keyin endi vaqt o'tadi. 20 daqiqa ichida bu nima bo'ladi? Yana ko'pchiydi. Endi qancha hajm bo'ladi bu? 3,5 litrgacha hajm ketadi. Keyin sekin qorin shishadi. O'zi energiyani adashmasam 30% miya talab qiladigan bo'lsa, energiyani qolgan katta protsenti ikkinchi o'rinda oshqozondagi ichakdagi hazm qilish jarayonlari ketadi. 10% desak. Endi mabodo bu normada 1,5 litr yegan paytimizda 10% energiya bu yerga, 30% energiya bu yerga ketadi. Bu hammasi joyida. Endi mabodo 2,5 litr yesam, ko'pchib 3,5 litr bo'lgandan keyin endi buni energiyaga talabi oshadi. Endi yo'q, menga 10% kerak emas deydi. Menga 20% kerak deydi. Endi kimdan urib qolinadi? Miyadan urib qolinadi. Bu endi 20 ga tushadi. Keyin miya aytadi, "Voy" deydi. "Qanaqa ishlaymiz" deydi. Keyin o'sha paytda dars qilib o'tirgan bo'lasiz, ovqat to'ygansiz, kechki ovqat baquvvat, baraka topsin onalarimiz. Ovqat to'ydi. Endi ovqat to'ygandan keyin zo'r dars qilaman deb motivatsiya bilan borasizmi siz ham uyga? Bitta zo'r ovqatlanaman-da, keyin o'tirib qilmay dars qilaman deysiz. To'yib ovqatlanasiz, 2,5 litr to'ldi, ko'pchidi, miyadan ketadigan energiya bunga urildi. Endi miyangiz aytadi, "Shoshma" deydi. "San" deydi. Miya bu anaqa faoliyati pasayganda u ortiqcha ishlash xohlamaydi. "Shoshma" deydi, "Telefonni ol" deydi. "Bir yaxshi video darslar bor" deydi. "Dars qilgandan foyda yo'q, video dars ko'rsang yaxshi effekt beradi senga" deydi. "Zo'r anaqa osmondagi bolalar chiqdi, o'shani ko'ramiz, och" deydi. Keyin ochasiz. Ko'rishni boshlaysiz. "Shoshma" deydi, miya aytadi. Miya maksimal energiyani tejash kerak-ku, hamma energiya oshqozonga ketyapti. "Voy shoshma" deydi. "Soat necha bo'ldi" deydi. 10. "Podkasting 1 soat. Undan ko'ra" deydi, "voqli turib dars qilish yaxshi" deydi.
vaqtli turaylik deydi. Vaqtli tursak deydi, zo'r bo'ladi, zo'r o'rganamiz deydi. Undan ko'ra o'chir deydi, bitta uxlab olamiz deydi. Ertalab aniq turasan lekin deydi. Turmasang bo'lmaydi. Ertalab aniq bomdoddan oldin turasan, bomdodgacha dars qilasan, keyin yandan keyin dars qilasan, kelishib oladi. Keyin shu bilan yotasiz. Keyin uxlaysiz. Ertalab tursangiz, maktabga shoshib, ovqatlanishga ulgurmasdan borasiz. Ya'ni mana shuni ta'siri ham ko'p. Abdulloh ibn Muborakni kimdir savdogar ustozda esli anaqa Abdulloh ibn Muborakni o'zi adashmasam, bozorda tabletka sotadigan, dorivor sotadiganni to'xtatadi. O'y deydi, sen biznesing yaxshidir deydi. U qanaqa tabletka sotardi? U hozirgi Mezim, Espumizan degan dorilar bor-ku, nimaga kerak o'shalar? Hazm qilishga. Hazm qilishga kerak. Biz ko'p narsani yevorsak, biz mezimni ichsak, hazm tezroq bo'ladi. Uni ichida tayyor fermentlar bizga yordam beradi, tezroq ovqatimiz parchalanadi. O'sha bozorda o'shanaqa dorivorlarni sotib yuradigan tadbirkorni Abdulloh ibn Muborak to'xtatadi. Voy deydi, "Men senga pul tikaman, boshqa biznes ochamiz senga" deydi. "Sen bu ishingni qo'y faqat" deydi. Keyin boshqa biznes ochib beradi bunga. Keyin Abdulloh ibn Muborak shogirdlari so'raydi. "Voy nimaga ustoz bunaqa qildingiz? Tayyor biznesga yo'l qo'yib bersangiz bo'ladi-ku" desa, aytadiki, "Yo'q" deydi. "Hozir mana bu ovqat hazm qiladigan dorini sotyaptimi" deydi. "Mana bu atrofdagi hamma talabalar" deydi, "buni dorisiga ishonib bemalol bo'kib ovqatlanaveradi" deydi. "Hozir shuncha dorilar borligi uchun ham, hozir sizga bilinmaydi, oshqozoningiz baraka topsin, betonni yesangiz ham yemirib tashaveradi, lekin energiyani miyadan olgan hisobiga, lekin ana shu mezimlarni borligini hisobiga biz qo'rqmasdan ovqatlanamizda. Agar shular bo'lmasa, biz o'ylabroq ovqatlanardik." Ya'ni u o'sha biznesni to'xtatadi. Ya'ni bundan maqsad nima? O'sha davrdagi talab ilmlarni ovqatdan bo'kib qolishidan, ya'ni mana bu miyasiga ketadigan energiyani bu oshqozonni olib qo'yishdan strahofga qilish. Demak, xulosa, oshqozon to'q bo'lsa yaxshimi, och bo'lsa yaxshimi desa, to'q bo'lsa yaxshi, lekin to'qlik o'zi nima? To'qlikni bizning o'lchovimiz boshqacha-da. Bizning to'qligimiz o'sha momentda o'zida to'ldirish. Asl to'qlik nima desa, 3 dan 1ni taom, 3 dan 1i suv, 3 dan 1i havo. Mana shu eng ideal holat. O'sha 3 dan 1ni taom bilan to'ldirganingizdan keyin, bu to'yganingizni his qilmaysiz. Sekin bu ko'p chirkanda, sekin 2,5 litr paydo bo'ladi giromentda. Keyin siz, to'ydim endi deysiz. Buni sinab ko'rish uchun o'zi odatda 3-4 ta somsa yesangiz, hali pishmagan ikkitasini olib kelib tursam bo'ladi desa, ikkitasini yeganingizdan keyin sekin keyingisini ham olib kelaveraymi desa, 15 minutdan keyin "Ya menimcha to'yib qoldim-ku" degan narsa paydo bo'ladi. Ya'ni vaqt o'tgandan keyin bo'ladi. Demak, asl qoidasida to'qlik nima desa, to'qlik 3 dan 1ni to'ldirish. Bizlar uchun, o'quvchilar uchun, talabalar uchun eng ideal qoida o'sha miyasini eng yaxshi ishlashi uchun kerak bo'ladigan oshqozonning holati mana shu, to'q bo'lishi. Xo'p. Endi bu qachon desa, o'sha bekordan bekorga ustozlar, kattalar hammasi ertalab dars qil demaydi-da. Ertalab dars qilsangiz oshqozoningiz holati qanaqa bo'ladi? Och bo'ladimi, to'q bo'ladimi? Kimdadir och, kimdadir aksariyat holatda ertalab o'ta ochmassiz, lekin o'ta to'q ham emassiz. Ya'ni miyangizga ketadigan energiya joyida, oshqozoningizga ketadigan energiya joyida, balans joyida. Endi mabodo o'sha momentdan foydalansangiz, yaxshi dars qildingiz, bo'lmasa qiyin. Demak, o'sha uchun ham ertalab dars tayyorla degan fikrlar shunda aylanadi. Xo'p. Demak, xulosa 3-qoida. Xo'p. Haqiqiy to'qlik. Eng ideal holat mana bu. Faqat to'qlik bu bizning o'lchovimiz bo'yicha to'qlik emas, bu hozir aytgan to'qligimiz. Xo'p, qoidani takrorlaymiz. Birinchi qoida nima edi? Eshitish holatda bo'lish kerak. Ikkinchi qoida kim yozsa, kim yodlasa qochadi, yozsa bo'ladi. O'sha uchun nima qilish kerak? Yozish kerak. Yashang. Qachondan boshlab yozasiz? Bu fevralmi variant? 1-fevraldan. Yoki bo'lmasa sal o'tib ketib qolsa bahor yaxshi variant. Bahor baribir kayfiyatda yaxshi. Agar o'tib ketib qolsa eng zo'r variant sentyabrdan keyin yozishga o'tsangiz ham bo'ladi. Sentyabr ham yangi o'quv yili, baribir bu ham xuddi. Demak, variant. Xo'p, demak, yozishga o'shanaqa o'tishimiz kerak maksimal. Xo'p, ustoz, mana shu to'qlik masalasi bo'yicha mana baribir har bir odam o'zini topadigan narsasi bor-da, hayot hikmat, to'g'rimi?
siz mana oddiy bir savol. Hozir qanaqa o'qiyapsiz? Ha. Studentlikda qanaqa o'qigansiz? Abituriyentlikda qanaqa o'qigansiz? Ha. Qaysi biri mana savol, mana bu savol bermaganman hali sizga. Qaysi birida eng zo'r o'qigansiz? Pik davr baribir abituriyent. Abituriyent. Undan keyinchi Undan keyin yo'q. studentlik qisman Ha. hozirgi davringizga nisbatan, mana hozir o'qituvchi bo'lib, pul topib yurgan davringizga nisbatan studentligingizda yaxshiroq o'qigansiz. Studentligingizga nisbatan abituriyentlikda zo'r o'qigansiz. To'g'rimi? Endi nega masalan, nega abituriyentlik tugagandan keyin talaba bo'lgandan keyin o'qolmaslik desak, tushunasiz? Masalan, men kuzatganman, abituriyentlik tugatib studentlik bo'lishim bilan pul topish boshlaganman-da. Abituriyentlikda yemagan ovqatlarimni berdim-da. Tushunasiz? Abituriyentlikda men nima deydi biza rostdan nonga to'yar, nonni o'zini yerdik. Rosa och qolardikda, buni o'ylab qarasam, rosa och keyin bizga ovqat qilib beradigan odam yo'q edi-ku. Ovqat qilishga yerinardik, darsimiz qolib ketadi-da, och yuraverar ekanmiz-da. Tushunasiz? O'sha ya'ni o'sha ochlik bizlarni o'qitirgan ekan. Lekin ham biz musofir bo'lib o'qiganmiz-ku. Musofir bo'lib, ya'ni Toshkentda o'qiganimizda bizga ovqat qilib beradigan, kirib beradigan, uy sipirib beradigan, musullarni tozalab beradigan odam yo'q edi-da. Biza qilsak o'sha dars o'rnidan qilishimiz kerak edi-da. Bular hozir uydami? Ota-onasining oldidami? Hamma ish qilib beryapti, qoni to'qda. Masalan, bo'lib ham eng ko'p ovqat yedigani shu biyolka. Bufetda faqat biyolka o'tiradi-da. Tushunasiz? Hech kuzatib ko'ring, mana biz o'quv markazi bo'lganligimiz uchun bilamiz. Matematiklar bor, ona tilchilar bor, biologlar bor, hammasi bor. Eng ko'p ovqatlanadigan shuncha yil tarixda meni tajribamdan biologlar. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha keyin abituriyentlikda masalan talaba bo'lgandan keyin ham bir narsalar o'rganishga harakat qildik, rus tilingizni o'rganishga harakat qildik. Hozir nima o'rganyapmiz biz? Endi boshladik hozir, to'g'rimi? Bu yildan xudamiz. Yanvardan. Yanvardan boshladik. Nega? Och qolish hisobiga. Endi o'zimizga o'zimiz vazifa qo'yamiz. Endi o'zimizni o'zimiz cheklamasak, o'zimizni o'zimiz och qoldirmasak, o'zimizni qanaqadir nimalardir tiymasak, qilamiz ekanmiz baribirga. Ya'ni ochlik bu baxt ekan o'zi aslida. Zavat bo'lish kerak. Insonni o'ldirib qo'yadigan narsa bu to'qchilik. Shuning uchun ham boy bolalar uncha harakat qilgisi kelmaydi. Yashovchanligi bor, raqobatchanligi yo'q. Harakatchanligi yo'q-da. O'shaning uchun men o'ylamoqchi, aytayotgan narsasi to'ppa-to'g'ri. Aslida bu baxt. Kechqurun ovqat yemaganinglar ham ma'qul. Shunchaki bir piyola choy ichsangiz bo'ldi. Keyin boya 20% havo dedik-ku. O'sha ko'p chigandan keyin 20% havoni o'rnini o'zi shu uchun ham o'sha havoni o'rnini to'ldiradi-ku, aralashma, to'g'rimi? Ha, o'zi bu shu ma'nodagi hadis ham bor-ku, Termiziyda. Yozishga harakat qilyapman, eshituvchi pozitsiyasidaman. Endi jarayonda nimadir o'zlashtirayotgan paytingizda menda eng katta, o'zi hammada ham shunaqa bo'lsa kerak. Eng katta kuch beradigan narsa bitta mavzuni o'rganganingizdan keyin tiniq hazm qilsangiz, tiniq o'rgansangiz, keyingi mavzuga anaqa chanqoqlik paydo bo'ladi. Ya'ni bu qoida shunaqaki, aqliy ravshanlik keyingi bilimni o'rganish uchun chanqoqlikni yuzaga keltiradi. Masalan, siz kimyodami, biologiyadami birinchi mavzuni o'qimadingizmi yoki ko'nglingiz to'lmadimi? Ko'nglingiz to'lmagandan keyin ikkinchi mavzuga hafsala qilingiz kelmaydi. Ikkinchi mavzuni ko'nglingiz to'lmasa, uchinchi mavzuga hafsala qilingiz kelmaydi. Ya'ni qachon o'qish ishtiyoqi paydo bo'ladi? Hech bo'lmasa bitta narsani qo'llatganingizdan keyin. Hech bo'lmasa ustozingiz 5 ta mavzuni berdi. 5 ta mavzuni balki o'qishga ulgurmassiz. 5talasini chala qilgandan ko'ra, 5talasini chala qilib borsangiz, ertangi narigi vazifani ustoz 5-dan 10-vazifagacha o'qib kelinglar desa, 5dan 10gacha o'qishga sizda hafsala bo'lmaydi. Chunki siz bilasiz, 5talasi chala bo'lib yotibdi. Nima qilish kerak desa, o'sha 5talasini ulgurmasangiz ham 2tasini, 3tasini, 4tasini hech bo'lmasa nechtasidir to'liq ravshan shunaqangi bo'lishingiz kerakki, miyangiz, butun hujayralaringiz hammasi o'sha savolga javob bera olsin yoki o'sha mavzuni his qilib olsin. O'sha his qilganingizdan keyin to'liq o'sha mavzu yuzasidan chanqoqlik, butun ravshanlik paydo bo'lgandan keyin keyingi mavzuga chanqoqlik paydo bo'ladi. O'sha uchun bitta mavzuni o'qisam, bitta mavzuni o'qiganimdan keyin yaxshi tushunsam, keyin mavzuni qani endi deb boshlasam bo'ladi. Bitta mavzum chala bo'lib o'pirilayotgan bo'lsa, keyingi mavzuni o'qigim kelmaydi. Sizda bo'ladimi shunaqa? Hammasi chala bo'lib ketaversa, o'zi oxirga borgandan keyin hech narsani o'qigingiz ham kelmay qoladi. Butun boshli kitobingiz chala bo'lib qolsa, zalogiyani o'qigingiz kelmaydi. Yoki zalogiyangiz chala bo'lib yotsa, uni o'qigingiz kelmaydi. To'g'ri, yanvardan 0 dan boshlashingiz mumkin, lekin baribir o'sha yanvarni ham 1-chi, 2-chi, 3-chi kunni to'liq ravshan o'qolmasangiz, keyingisiga yaxshi meva bermaydi. Demak, xulosa,
Buni qoida qilib eslab qolish kerak. Ya'ni bu bizga eng qayerdan kuch olamiz? Biz endi shu o'zimiz kuch beradigan narsani topib olishimiz kerak. Kuch beradigan narsa bu aqliy ravshanlik. Demak, aqliy ravshanlik bo'lsa, chanqoqlik keyin paydo bo'ladi. Ilmga nisbatan chanqoqlik. A mavzuni o'qiyman, B mavzuga keyin chanqoqligim bo'ladi. B ni zo'r o'qiyman, C ga keyin chanqoqligim paydo bo'ladi. Demak, bu bizga kerak bo'ladigan eslatma. Xo'p, demak, yana eslataman. Xo'p. 4-qoida. Aqliy ravshanlik. Demak, aqliy ravshanlik nimaga sabab bo'lar ekan? Chanqoqlikka sababchi bo'lar ekan. 3-qoida. To'q holatda bo'lishimiz kerak ekan. Haqiqiy to'qlik bu 3 dan 3 ni to'ldirishmi? 3 dan 1. Xo'p, 2-qoida. Kim yodlasa qochadi, yozsa. 1-qoida eshituvchi holatda bo'lishimiz kerak. Yashang. Xo'p, endi eng final menga eng anaqa o'quvchilarga eng ish bergan narsa buni ko'pchilik biladi. O'zi hamma sirlar shu oddiy narsalarda. Ustoz mavzuni o'rgandingiz, hazm qildingiz, ravshan bo'ldi hammasi. Ustozingiz test berdi, testga qaradingiz, testda qanchadir xato qildingiz, bo'ldi, yaxshi, 10 ta xato qilsan, bo'ldi, 7 ta xato qilsan, zo'r hammasi ketaveradi mana shunaqa. Lekin kim ko'proq foyda topadi? Test bilan o'rtoqlashgan odam. Demak, biz o'rganayotgan mavzularimizdan ustozlarimiz test beradimi? O'sha testlarni ishlaganimizdan keyin, o'sha testlar yuzasidan tahlil qilganlar ko'proq foyda topadi. O'zi maqsad nima desa, to sertifikat imtihoni yoki avgust iyulda imtihonidan boshqa hamma testlar bu sizni o'rtoqlaringiz, bu sizga yo'lingizni qayerda yama borligini ko'rsatib beradi. Ya'ni siz ketyapsiz. Men mana bu anatomiyani deylik oxirgi 20 ta mavzusini o'qidim yoki 15 ta mavzusini o'qidim. Bo'ldi, ustoz menga test berdi. Men testni ishladim. 30 ta savoldan 4 ta xato qildim. Bo'ldi. Yaxshi, zo'r o'qibman deb keyingisiga o'tish kerak emas. Bu nima deyapti? Voy, baraka topkir, sen shuncha yo'lda yuribsan. Mana bu yerda yamang bor ekan, keyin shuni berkitib qo'y. Demak, test menga nima signal beradi? Test menga xatoying qayerdaligini tushuntirib beruvchi signal beradi. Demak, hamma testlarga shunaqa pozitsiyada bo'lishimiz kerak. Shunaqangi testga shunaqangi qarangki, birorta test kitobini olsangiz, shuni ko'rib, yoningizda hech kimda test kitobi yo'qmi? Qani? Kimyodanmi? Yo'q, yo'q. Mana siz to'g'ri yo'ldasiz. To'g'ri yo'ldasiz. Xo'p, deylik, mana shu test, mana shuni ishlaymanmi? Mana shuni ishlaganimdan keyin men agar kamchiligimni topmasam, bu asl maqsadiga yetmabdi. Har qanaqa yoningizga test tushsa, har qanaqa savol tushsa, bu sizni kamchiligingizni topish uchun bo'ladi. Bu eng yaxshi o'rtoqlaringizni, o'zingiz hamtovoqlaringizni qarang, sizga kamchiligingizni aytadimi? Aytmaydi. Sizni ko'ngilingizga, siz unga kamchiligini aytasizmi? Aytmaysiz. Nimaga aytmaysiz? Chunki aytsangiz xafa bo'ladi. Xafa bo'lgandan keyin gaplashmay yurasiz. Mana shunaqa muammolar bo'ladi. U asl do'st qanaqa? Kamchiligini aytish kerak. Kamchilik aytgandan keyin xafa bo'lmaslik kerak, lekin xafa bo'lmaslik kerak kamchilik aytgandan keyin. Xo'p, demak, bu sizga qo'rqmasdan kamchiligini aytyapti-ku, mana. Kamchiligingizni aytyapti. Voy, sen qara, mana bu tochkada bilmayapsan, shuni yop, deyapti. Mana shuni yopganingizdan keyin mana bu mavzu yamalarim berkildi degan xulosa yana ham sizga ravshanlikni beradi. Demak, shunaqangi holatda bo'lingki, men qayta aytaman. Hali bir sidra kitobni tugatib olganingizdan keyin ayniqsa faqat test ishlasangiz, shu testdan shu narsa kutingki, voy, baraka topkir, meni kamchiliklarimni ko'rsat, men nimada xato qilyapman degan pozitsiya bilan yondashsangiz, bu testga shuni aniq tochkalarni ko'rsatsa, o'sha mavzuni ochsangizda o'shani hazm qilib olsangiz, mana bu eng zo'r yo'l. Bu javobini topishda ham o'quvchilar nima qiladi? O'quvchilar sizdan test olgandan keyin darrov bir-biringiz bilan solishtirasizmi? Bir-biringiz bilan solishtirasiz. Uni nima qilding? A qildim. Men B qildim. Demak, seniki xato. Uni nima qilding? C, men ham C. Demak, ikkalamizniki ham to'g'ri. Mana bu. Tahlil mana shunaqa ketadi. Asli tahlil bunaqa emas. Asli tahlil izlaniladi. Rosa izlaniladi. Kitoblar varaqlanadi. Kitobdan topilmasa, o'rtoqdan so'raladi. O'rtoq yechim bera olmasa, ustozdan so'raladi. Rosa mana shu savol ustida qaynatiladi, miyada qaynatiladi to suv chiqquncha. Mana bu haqiqiy tahlil.
Ha, bu haqiqiy. Endi o'zingiz eslang. Endi shunaqangi yo'l bosib o'tishingiz kerakki, savollarni tahlil qilayotgan paytingizda ham joningiz sal azob cheksin. Eslab qoling, oson o'rganilgan narsa oson esdan chiqadi. ChatGPTdan eslatasizmi? Ishlatasizmi? Ishlatib turasizmi? Yoki Google'da ishlatib turasizmi? Oxirgi 10 ta narsadan so'ragan bo'lsangiz, oxirgi 10 ta so'ragan narsangiz yoki oxirgi 3 ta so'ragan narsangizni eslasangiz, yaxshi aytib bera olmaysiz. U nima qilgan? Ha, siz so'ragansiz, u sizga birdaniga javob beradi, zo'r. Javoblari zo'r, tushunarli, haqiqatan to'g'ri. Ha, shunaqa ekan deysizda, bildirasiz, belgilaysiz, lekin u sizda qolmaydi. Nima qoladi desa, qiynalib o'rganilgan narsa esda qoladi. Qiynalish uchun sal kitoblarni varaqlash kerak. Sal 3-4 ta odamdan so'rash kerak. Mana shu vaziyatda keyin bizning xotiramizda qoladi. Oson o'rganilgan narsa hech qachon esda qolmaydi. O'sha uchun ham Google'lar hammasi bizni professor qila olmaydi baribir. Xo'p, demak, shu xulosa 5-qoida. Testni shunaqangi do'stim deb bilish kerak. Test mani do'stim. Imtihongacha bo'lgan hamma test bizning do'stimiz. Hamma test bizning do'stimiz. Nimaga bizning do'stimiz deyapman? Chunki bu meni kamchiligimni qo'rqmasdan aytadi. Qo'rqmasdan aytgandan keyin men bemalol kamchiliklarimni tuzata olaman. Agar bu aytmaganda edi, men hammasi ideal deb yuravergan bo'lardim. Shu qoida. Demak, bizda shunaqa gaplar. Endi birgalikda shu qoidaning hammasini hozir o'ng tomoningizdagi o'rtog'ingizni ushlang. O'ng tomoningizdagi o'rtog'ingizni ushlang. Hop. Juft holatda bo'ling. Masalan, sizni o'rtog'ingiz juft bo'ldimi? Ha, juft holatda bo'ling. Bir-biringizga qarang. O'ng tomoningizdagi juft ikkita holatda bo'lib tursangiz bo'ldi mana. Siz ikkita, siz ikkita, siz ikkita, siz ikkita, siz ikkita. Hop. Hozir o'rgangan gaplaringizni 2 daqiqalik yoki 1 daqiqalik tushuntirib bering. Nimalar qilish kerak ekan, nima dedi bu ustoz o'zi, nimalar dedi, xabar nima esda qolibdimikin deb bitta tushuntirib bering. Qilamiz, hammamiz o'zimiz uchun bu foyda beradi. Xo'p, buni kimdir Azrahimda obuna bo'lgan bo'lsa, o'sha vazifani kecha aytdilar, yozdilar. Telegramimizni ochamiz. Kanallarini bir ko'zdan kechiramiz. Gruppalarini bir ko'zdan kechiramiz. Bir yil o'zingizni sarf hisob qilasiz. Balki unaqalar yo'qdir oramizda. Masalan, menda 50 ta kanal bo'lsa, men 1 yil sarf hisobim bo'yicha, mana bundan foyda oldim, bu 1 yildan beri foyda olmadim, bu menga kerak emas ekan deymanda, men sartarovka qilaman bitta. Sartarovka qilaman. Menga eng kerakli 4 tasini, 5 tasini, 10 tasi bar kerakli 50 ta bo'lsa 50 tasini qoldiramiz. Gruppalardan ham xuddi shunaqa. Hozir telefonimiz yonimizdami? Yonimizda emasmi? Ha, olib qo'yladim telefonimni. Ha, o'zlari foydalanamiz. Xo'p, demak, bugun qiladigan ishimiz shu bo'lsin. Xo'pmi? Maksimal bizning diqqatimizni tortadigan narsalardan cheklanishga harakat qilaylik. Ya'ni Rumi aytadiki, ko'zingni yo'lingga qarat. Bizning ko'zimiz har yoqqa alanglaydi. Ya'ni biz B tochkaga borishni maqsad qilyapmizmi? Ko'zimiz har yoqqa alanglaydi. Mana bunaqa qilsak ketaveramiz. Biz kitobni o'qiydigan paytimizda anaqa Telegramga kirgimiz keladi. Telegramni ko'rsak, Instagramga kirgimiz keladi. Uni ko'rsak bu Azrahim juda ham bir o'xshash qilgan. Bizlar shunaqamizki, shunaqa zamonda yashayapmizki, qiladigan ishlarimiz haqida o'ylamaymiz, o'ylaydigan ishlarimizni qilmaymiz. Xuddi shunaqa. Ya'ni biz hozir qilayotgan ishimizni o'ylamaymiz. Men hozir dars qilyapman, darsim haqida o'ylamayman. Boshqa narsalar haqida o'ylayman. Lekin o'ylab yurgan ishlarimni uni qilish kerak, u ishlarni men qilmayman. Demak, shunaqa zamondaki, o'ylayotgan narsamni qilmayman, lekin qilayotgan ishimni ham o'ylamayman, boshqa narsalarni o'ylab yuraveraman. Maksimal biz Rumi aytgandek, ko'zingni yo'lingga qarat, ya'ni bizning aniq yo'limiz bormi? Shu yo'limizdan chalg'itadigan hamma narsa bo'lsa ketish kerak. Nimadirlarni qurbonlik qilish kerak. Endi balki men keskin o'quvchilarga aytaman, ijtimoiy tarmoqqa qarshi, sensorli telefonga qarshi mutlaqo qarshi kurashaman. Bu balki to'g'ri qilyapmanmi yoki yo'qmi? Aniq sertifikat, masalan bizda nechta bola sertifikat guruhiga o'tsa, sertifikat guruhida o'qiydigan bolalarni hech qaysi sensor telefon ishlatmaydi. Va'da beradi. Hech qaysi, masalan, oxirgi yanvarda o'sha mana bu noyabrda kirgan o'quvchilarimiz 30 ta o'quvchi kirgan bo'lsa, o'sha 30 talik guruhga sertifikat saralab olganimizdan keyin 1-sentyabrdan boshlab hammasini sensor telefoni yig'ishtirib olindi. O'shalar Telegram nimaligini, Instagram nimaligini,
ijtimoiy tarmoqni, sensorni ishlatishni bilgani yo'q, foydalangani yo'q. Mana endi natijalar chiqqandan keyin mendan telefonlarni oldi, ayrimlar telefonni yo'qotib qo'yibman, bilmayman, minusdaman. Xullas ishlatgani yo'q. Ya'ni ular maksimal, ular hozir xotirjam. Men hozir qo'liga telefon bersa, har holatda unda telefonga bog'lanish ko'nikmasi, telefondan uzoqlik ko'nikmasi bor, u uncha foydalanmaydi, lekin o'sha vaqtidan u mamnun. O'sha uchun biz e'tiborimiz borimizni yo'limizga qaratmoqchimizmi? Boshqa narsalarni qurbon qilish kerak. Qurbonlik qilmasak bo'lmaydi. Nafsimizga yoqadigan nimadirlarni qurbon qilmasak bo'lmaydi. Nafsimizga uyqu yoqsa, uyquni qurbon qilaylik. Nafsimizga Instagram yoqsa, buni Instagram emas, maqtanagram. Maqtanagram yoqsa, maqtanagramni qurbon qilaylik. Telegram yoqsa, Telegramni qurbon qilaylik. Ana shunda sal bizani o'sha xayolimiz qiladigan ishimizda bo'ladi. Fokus har yoqqa tarqab ketgandan keyin nimani qo'llatamiz? Demak, shu. Sizga aytmoqchi bo'lgan eslatmalarim, aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu edi. Eshitganingiz uchun, sabr qilganingiz uchun tashakkurlar. Sog' bo'ling. Endi sizlardan qanaqadir savollar bo'lsa, sizlarga o'tamiz, bular savol beradi endi, to'g'rimi? Hozir siz gapirmaysiz-ku. Siz gapirib turishni yana bular savol berish kerak, bo'lmasa biz gap qoladi. Hozir nima savolinglar bor ustozga? Kelib qoldi mana xudolisi, savol berib yuboringlar. Qaysi hozir o'pchi gapirib yuboring, kim bir chetdan savol berasizlar. Ichingizda nimadir, masalan, og'riqli nuqtalaringiz bordir. Shu balki yechimi shu odamdandir deb bilayotgandirsizlar. Shuningizda aytadi-ku, ana shahardan palonchi zo'r doktor kelibdi deydi. Borib ko'rinib kelay deydi-ku. O'shanga o'xshab qayerda kasalliklar bor? Qayerda mas og'riqlar bor? O'sha og'riqni aytinglar, balkim shifosi shu ustozdadir, shu doktordadir. Tushunarli? Bemalol qo'rqmasdan savol beringlar va shu narsaga ham o'rganinglar. Xijolatgarchilik chetga surib turinglar. Xo'p, boshladik. Turib savol beramiz. Ismi familiyangizni aytasiz, savolga o'tib ketasiz. Tushunarli? Assalomu alaykum ustoz. Men ismim Mahkam Izzatilla. Sizga bermoqchi bo'lgan savolim, siz tajribangizga binoan biologiyada sertifikat olish uchun o'quvchilarni kuchli bilimlar tashqari yana qanaqa xislatlari bo'lishi kerak? Tabiatda o'quvchilar. Xo'p, yashang Izzatilla. Bo'ldi, o'tiravering. Intervyu berayotganda tuyuldingizda, rasmiy. Xo'p, o'zi biologiyadan sertifikat olish o'zi qiyinchilik tomonlari yo'q. Hamma olsa bo'ladi. Endi faqatgina kimdadir qanchadir ko'proq vaqt bilan. Bu salohiyat bilan bog'liq. Salohiyat baribir o'z so'zini aytadi. Hammada salohiyat har xil. Hammani potensiali har xil. Endi kimdadir potensiali yaxshiroq bo'lsa, u o'sha ustozlar aytganlarini qilib tezroq olib boradi. Kimdadir potensial pastroq bo'lsa, u ko'proq yo'l yurib olib boradi, lekin natijaga olib borsa bo'ladi. Endi o'sha xislatlar deganda bilmadim, endi bir 10 ta o'quvchini, 10 ta emas, mayli bir 5-6 ta o'quvchini aytaman. O'sha o'quvchi xayolimga nima keladi, o'sha o'quvchini eslasam xayolimga nima keladi, o'sha demak unda o'sha xislat bor. Masalan, Moxlaroyimni aytdim. U o'ta hamma narsani yangitdan qabul qiladigan o'quvchi, demak bu xislat foyda beradi, unga rostdan yordam berdi. Sevinch degan qiz bor. Sevinch u ham A oldi. Menimcha unga yordam bergan, ko'targan narsa intizom. O'ta intizomli. Mendan ham intizomli. 8 da darsga chaqirsam 8 da keladi, men 8 ga 10 da borishim mumkin yoki 8 ga 2 da borishim mumkin. O'ta intizomli. Ya'ni hamma narsaga vazifa bersam, ulgurmagan vaqti bo'lmaydi. Dadasi telefon qilardi, "Voy, Azmondan bu anaqa ko'zi nima doktorga olib bordim, ko'zim minusga tushib ketib qolibdi, sal yengillating. Bu bolam zarar mazasi qochmasin" deb dadasi rahim kelgandan menga telefon qilardi. Men keyin xavotirlanib qolardim. Lagerga borsa maylimi? Shu paytgacha har yili lagerga borardi, shu lagerga ham bormayapti bu yozda. Dedi, Sevinch haqiqatan lagerga bormadi, o'tirib darsini qildi, shug'ullandi haqiqatan ham. Ya'ni unda intizom degan xislat bor edi. Xo'p, yana kimda? Delik. Xo'p. Mo'xnur degan qiz bor. Mo'xnur degan qiz, unda xayolga nima keladi? U ustoziga shunaqangi anaqa ustozni sevdirib qo'yadi. Ya'ni shunaqangi muomala qiladiki,
siz xijolat bo'lasiz, unga nimadir o'rgatmasangiz. Siz xijolat bo'lasiz, uni o'tirib yana qo'shimcha dars shug'ullanib yoki savollarni yechib bermasangiz. Shunaqangi odob, shunaqangi ustozni oldida o'zini tutadi. Men rostdan xijolat bo'lib ketardim. Men umuman u gapni aytmaganman. Kecha sizdan bolalarga borib eslatib, ustoz qaranglar unda deb keldingiz. O'sha men darsga borsam, Mohonur anaqa partamni tartibga keltirib qo'ygan bo'ladi. Men bilardim uni Mohonur qilgan. Chunki menga tekkan kasal kitoblar shuna yoyilib turadi mana shu holatda. Keyin u keladi, oldinroq taxlab qo'yadi. Men ketaman, suvni to'lab qo'yadi, o'zidan bilib changlarni atib qo'yadi. Anaqa bir xarakterda bor. O'sha hisobiga men unga ko'proq mehr berishga majbur bo'lib qolganman. Chunki u menga o'tkazib qo'ygandek bo'lib qolganda, o'tkazib qo'ygandek. Bu ham bitta xarakter. Shunaqa ko'nikmalar balki kerakdir. Yana bilmadim. Yana kimda nima savol bor? Yo'qmi? Demak, hech narsa tushunmabsizlarmi? Hamma narsani tushungan odam savol bo'lmaydi, hech narsa tushunmagan odam savol bo'lmaydi. Aha, Zeba. Hop, men bularni situatsiyani aytaman. Bular ismi Zeba, o'tiring Zeba. 8-sinfdan beri abituriyentimiz bo'lgan. 8, 9, 10, 11 4 yil o'qigan. Sertifikat topshirgan, sertifikatdan B olgan. Lekin bu yil Parkent tumanida 30 dan 30 degan o'quvchi chiqmadi. Shu o'quvchimiz 30 dan 30 ishladi. Stomatologiya kirdi hozir. Stomatologiya o'qiyapti. Lekin men buni chaqirdim-ki, chunki juda ham katta tajribasi bor. Uncha-muncha ustozda yog' bo'lgan ilm bor va tushuntirish ham uncha-muncha ustozdan yaxshi. Masalan, mendan ko'p narsani biladi va mendan yaxshi tushuntiradi. Lekin meni ko'rishim bo'yicha bundan qanaqa doktor chiqadi bilmayman. Chetga surib turaman, lekin zo'r ustoz chiqadi. Lekin buning ichida kurash ketyapti hozir. Shunisi o'qituvchi bo'lsammikan, doktor bo'lsammikan. Lekin men ko'rib turgan odam sifatida o'qituvchilikni tavsiya qilaman. Lekin ichida nima ham bor? Nima deydi? Doktorlik, yoshlikdan orzu bor. Endi shuncha doktorlik o'zi biofakka kirgan birinchi oldingi yil. Biofakni o'qimay, yana abituriyent bo'lib tayinlanib, baribir ham stomatologiya kirdi-da. Lekin stomatologiya orzusi bo'lmaganda, orzusi boshqacha doktor bo'lish bo'lgan, lekin stomatologiyaga olib kirib qo'ydi hozir hayot. Hozir endi ichidan ketyapti. Ichidan aytayapman-da hozir buni. Lekin agar masalan javob beraman, O'zbekiston bo'yicha 10 ta zo'r o'quvchi bo'lsa, bittasi shu. O'zbekistonda 10 tadan bittasini bilaman. Masalan, Farmonov ichida eng zo'r o'quvchilar bo'lsa, o'shalardan bittasida o'shalardan belisha oladigan darajada bilimi bor. Kitobni o'sha siz aytganda yodlab olgan. Qaysi betida, qaysi paragrafda ikkita hayvon bir-biriga qanaqa qarab turibdi biladi. Tushunyapsiz-a? Ya'ni o'sha darsda, lekin endi buni berish kerak. Ham berganda ham zo'r beradi, lekin doktor bo'lishda ham uni doktorga adashib qolgan. Masalan, tipi shunaqa. Ya bilmayman, mana bunaqa ya aytmoqchi bo'lgan, sizga aytayotganim, siz ham doktor bo'laman degansiz. Toshmay kirolmaganingizdan o'qituvchi bo'lib qoldingizmi yoki keyin abituriyentlik davrini qaysidir etapida shoshma o'qituvchilikka tortsammikin? Lekin olgan balingiz masalan siz Toshmayga ham tortardi, to'g'rimi? Ha, menda holat bunaqa bo'lmagan. Men o'zi doktor bo'laman deganim bilan birinchi yil qilganman, santiga topshirganman. O'z doktorligiga ham men o'ylayman, vo deydi-ku hamma doktorda vo deydi. Menga vosi qiziq bo'lganda, doktor bo'lsang vo, ammalar voy sen doktor bo'lsang zo'r bo'lardi, vo bo'lardi-da, zo'r bo'larding. Unaqa. Mana shu volar meni doktorlikka tortgan deb o'ylayman. Tog'amni ko'rganman, tog'am doktor vo deydi, hamma iltimos qilib boradi. Obro'y menga qiziq bo'lgan. Chunki boya aytganimdek, sohani o'zini qilib ko'rmaguningizcha, siz o'sha sohani odamimisiz, odam emasmisiz bilmaysiz. 100 tadan bittasi chiqib qolishi mumkin. Men shu soha uchun yaratilganman deb oldindan ayta oladigan, qolgan hammasi qilib ko'rgandan keyin biladi. Keyin bir nima tizim almashgandan keyin kvotalar ajratilmadi. Men bu yil ham Toshmayga topshiraman deb qasd qilib o'tirdim. Keyin prezident almashgandan keyin Navoiyga Toshmay uchun grantlar berilmadi. Keyin men o'zimcha grantda o'qish xohladim, shoshma dedim. Unda milliyga topshiraman deb milliyga kirdim. Milliyga kirgan paytimda men o'qituvchi umuman bo'lmayman deganman. Umuman o'qituvchi bo'lmayman. Aliqulov aytardi, hammang o'qituvchi bo'lasan derdi. Men o'qituvchi bo'lmayman. Men o'zimcha chetga ketaman, unday qilaman, buzib yuboraman degan odam bo'lganman. Birinchi kurs o'tdi, shunaqa buzib yuboraman bilan. Ikkinchi kurs bo'ldi. Ikkinchi kursda keyin dars berishni boshladik. 4 ta bolani to'dalab, o'quv markaziga qilib o'zimizcha dars berishni boshladik. Qarasak, bu daromad uchun. Menda
kallamda ozmi ko'pmi bilim bor, shuni beray, bolalardan pul olay, menda cho'ntagimda pul bo'lib tursin. 2-kurs, 3-kurs, 4-kurs soqqa uchun ishlangan keyin. Unda ham men o'qituvchi bo'laman demaganman. Keyin 4-kurs oxirrog'iga yoki 4-kurs o'zidami, shoshmaqani, chota menda yaxshi o'xshayapti. Chetdan qaraganlar aytayapti, sen dars yaxshi o'tayapsan yoki bolalaring natija qilyapti degan narsa keyin menga shu sohaga qolishimga majbur bo'lganman. Ya'ni boya aytgandek, men qilib ko'rganman, keyin men shu sohaga qiziqib qolganman, keyin o'qituvchilikda o'zimcha mutaxassis sifatida keyin boshlaganman. Qanaqa yutuqlarga erishdingiz mana o'qituvchi bo'lib hozir? Masalan, olgan diplomlaringiz bor, maqtovlarlar. Xo'p, o'zi mutaxassis degani xos so'zdan olingan adashmasam, xos degani ya'ni boshqalar bilmaydi, masalan, deylik, telefon kamera olish nima kasb, kamera olishi mumkin, lekin deylik, mutaxassis bo'lmasligim mumkin. Kamera olish mani kasb, video olish mani kasbim, lekin mutaxassis emasman, chunki men qayerdan qanaqa kadr olishi, qancha masofada ushlashi, telefonni qanaqa ushlashi bilmasligim mumkin. Ya'ni mutaxassislik kasbdan farqi xos bo'lgan nima? Ilmlarni bilish boshqalardan farqli ravishda. O'sha bitirgandan keyin men o'zimcha mutaxassis deb boshlaganimdan keyin o'sha aytgandek top narsani miyamga o'rnashib qolgan, top bo'lishim kerak, eng zo'r O'zbekistondagi o'qituvchi bo'lish kerak va hokazo narsalarning orqasidan o'qituvchilar olimpiadasi o'tkazilgandi 24-yilda. 1 yil oldin ko'rdim, Ahmedov Buxorolik ustoz, men anaqa havas qiladigan odamim, birinchi o'rinni oldilar. O'zbekistondagi eng kuchli biologiya fanidan eng kuchli bo'ldi. Keyin men shu kishiga havas qildim-da, shoshmaqani, men ham 1 yil tayyorlanay qani, men ham bo'larman balki deb. Shuni orqasidan 24-yilda biologiya o'qituvchilar olimpiadasida birinchi o'rin nasib qildi Respublikada. Bu aynan menga o'sha top ustozlarning orasiga kirishim uchun bu qadam edi. Ya'ni brend kerak, jamoangizda hurmat kerak, o'quvchilarda ixlos kerak, hammasini oshirishga shu sababchi xizmat qildi. O'sha xizmat uchun sizga shu narsa kerak edi. Shu narsa kerak edi, shu uchun harakat qildim. Alloh endi berdi. Bu ham lotereyadagi narsa. Ana bilasizmi, ko'rlarning orasida kim qirol bo'ladi? Ko'rlarning jamiyati bor, ko'r odamlar to'da. Qirol kim u yerda? Bir ko'zli odam yoki bir ko'zli odam qirol bo'ladi. Ko'rlarning jamiyatida bir ko'zli odam qirol, chempion. Hamma ko'rlarga ish berib boshliq qilib yuradi. Lekin ikki ko'zi borlarning orasida bir ko'zli qirol bo'la olmaydi. Ya'ni o'zi jamiyat, o'zi holatimiz, o'zi mutaxassisliklarimiz o'zi shunaqa. Ko'rlar sal ana yotgan odamlar sal emaklab qo'ysangiz o'tib ketasiz. Atrofingizdagi abituriyentman deb yuradi, lekin ulardan sal ko'proq mehnat qilsangiz o'zi o'tib ketib qolasiz-da. Hali siz abituriyent, hali o'qimaydigan bolalar qancha. Ertaga qaysidir kadr kuchli kadr bo'lishni xohlasangiz, atrofdagi kadrlarni ko'rasiz, hamma ham o'zining ustida ishlab, top bo'laman deb mehnat qilmaydi. Shu uchun men sal mehnat qilib qo'yganman. Shu uchun o'zimcha anaqa 4-5 ta biologiya ustozi orasida shuna meni balim sal teparoq bo'lib qolgan. Ya'ni meni plyusim boshqalarga nisbatan sal siljib qo'yganim. Sizda ham xuddi shunaqa. Atrofingizdagi sertifikatga topshirsangiz, sal boshqalardan sal yurib qo'ysangiz, o'zi yaxshiroq natija bo'lsa bo'ladi. O'sha ko'rlarning orasida bir ko'z chempion degandek shunaqa. Biz ham juda ko'p mehnat qilib o'rmaganmiz. Nisbatan olganda o'tib qolgan joyimiz bo'lgan demoqchiman-da. Hamma sohada ham xuddi shunaqa. Hamma sohada ham. Shifokor bo'lsangiz ham sal mehnat qilsangiz, boshqadan ajralib to'plarning orasiga o'sib qolasiz. Top bo'lish qiyin emas demoqsizda. Qiyin emas O'zbekistonda. Tim bo'lish O'zbekistonda. Tim bo'lish O'zbekistonda. Ular Parkentdan chiqaman. Abituriyentlikni o'zida top bo'lishga harakat qilish kerak. O'zbekistondagi eng kuchli abituriyent 100 tasini reytingini qilsa, orasiga kirmasangiz, nima qilib yuribsiz? Deydi odam. Nima qilib yuribsiz? O'zbekistonda eng kuchli ximiyadan tayyorlanadigan abituriyentni orasida 50 taliga kirmasangiz, uyat emasmi? Top bo'lishga harakat qilish kerak. Hech bo'lmasa harakatingiz, ana xalqaro olimpiadada yutaman degan o'quvchi hech bo'lmasa ana tumanda yoki shaharda birini oladi-da. Shahrinso degan o'quvchimiz bor. U xalqaroni maqsad qilib yuradi, xalqaroga chiqaman deb yuribdi. Alloh nasib qilsa, o'zi xalqaroning bosqichlaridan o'tib boryapti. U shaharda, tumanda qo'rqmasdan birini olyapti. Uni maqsadi maktabda zo'r bo'laman emas edi-da. Maktabda zo'r bo'lsam bo'ldi emas edi.
u xalqaroni o'ylagani uchun, xalqaro top bo'lishni xohlagani uchun unga kichkina narsa melchib qoladi. Siz ham xuddi shunaqa, qanaqasi nima qilib yuribman agar O'zbekistondagi eng kuchli, Parkentdagi eng kuchli biologiya o'quvchisi bo'lmasam, nima qilib yuribman bu yerda deb yuborish kerak edi odam o'ziga. Menimcha. Rahmat. Yana kimda bormi nimadirlar? Yo'qmi? Tugatarkanmiz unda. Zerikib qolsalar. To'qlikka o'tish kerak. Bilmadim. Dars beradigan odamdan so'radingiz-da. Aqliy charchoq paytida qanaqa gapirish kerak desangiz bo'ladi. Qanaqa gapirish kerak? Bilmadim. Masalani yaxshi bilmayman, lekin aqliy o'zi nimadir odamga kuch beradi-da. Masalan, hali oila qurmagansiz. Oila qurganingizdan keyin farzandingiz kuch beradi. Bizga endi dars o'tganimiz uchun o'quvchilarimiz kuch beradi. Biz birorta o'quvchini darsga kirayotgan paytimizda "Obbo, charchaganman, bir amallab chiqsam" degan narsa bo'lmaydi-da. Ana o'quvchi bizga anaqa tortib turadi. Yoki oyingizni o'ylasangiz, oyingiz sizni tortadi. Masalan, men hech qanaqa bir motivator emasman, bir nimadir gapirishga da'vo ham qilmayman. Ustoz aytgani uchun keldim, lekin kechqurun men uxlolmadim-da, rosti. Shunaqangi jahlim chiqdi, qaydan va'da berdim bu Asrordinga deyman. Kechqurun uyqu kelmadi. Ertalab bolaga nima deyman? Nimani gapirsam bo'ladi? O'zi menda nima bor? deb kechasi 12 da yotgan bo'lsam, 1 da bir uyg'onaman. So'ng ochaman-da, nimadir yozishim kerak deyman, yopaman. Yoshashma deyman, 2 da yana bir umuman uxlaganim yo'q. Ya'ni mana shunaqa narsa. Nimadir mas'uliyat majbur qilib qo'yadi-da. Mas'uliyat. Agar masalan bugun sizni oldingizga kelmaganimda edi, men maza qilib uxlardim kecha. Maza qilib uxlardim. Shanba charchoqlarimni chiqarib, maza qilib uxlardim-da, maza qilib yurardim. Sizni oldingizdagi javobgarligim meni kechqurun uxlatgani yo'q. Ertalab onamga telefon qildim. Ona, duo qiling. Kechasi bilan uxlatmadi mana bu bolalarning o'yi. Siz duo qiling, Alloh tilimni tugunni yechsin. Ya'ni siz ham ota-onangiz oldidagi mas'uliyatingiz uxlatmasligi mumkin. Bolamni oldidagi mas'uliyatim meni uxlatmasligi mumkin. Ustozingiz oldidagi mas'uliyat sizni uxlatmasligi mumkin. Shu uxlatmaydigan narsa bu menimcha shu mas'uliyat. Kecha endi Aslidaragalar ham kanaliga yozgan ekan. Rostdan sizlar endi bilmaysizlar, sog'lomda turadi. Uyda kechasi ham inqillab chiqdi. Beli ushlab mazasi bo'lmadi-da. Darsni o'tdi lekin u kunduzi boshlangan. Kunduzi boshlangan, darsni o'tgan, darsgacha yomon mazasi bo'lmagan. Darsga kirgandan keyin unutilgan. Darsdan keyin yana mazasi qochgan. O'zi umuman masalan eslab ko'ring-da, masalan, mazangiz bo'lmaydimi siz ham? Shomalab qolasiz, lekin darsda o'tiramiz-ku. Bolalar nima uchun kelmabdi desa, nima uchun kelmading desa, mazam bo'lmadi deydi-da. To'g'rimi? Eshitasizmi? Shuni kelmagan o'quvchilar aksari 90% mazasi bo'lmaganligini aytadi. Shomalab qol. Lekin ustoz ham, mana Jahongir ustoz ham masalan necha ko'rdik, mazasi bo'lmagan paytda dars o'tdi-da. O'zi ustozda o'sha mas'uliyat bor ekanda. O'sha mas'uliyat o'sha darsda nima deydi? Dars o'tishga majbur qilar ekan. O'quvchilarda o'sha mas'uliyat kam. Immunitet vazifasini bajaradi-da. O'quvchilarda rostdan shu narsa yo'q. Aslida mas'uliyat yo'q. Oldimi shuni qilishim kerak. Masalan, mana aytdim-ku kecha endi mana o'sha 10 kilometr yurayotgan bo'lsa, mas'uliyat hisobidan-da. Mas'uliyat bo'lmaganda yurmasdik. Inson ikki xil nazar bor-da. Ichki nazar, tashqi nazar. Ichki nazar har bir insonning ichida bo'ladi. Har doim ichki nazar o'zimizni faqat o'zimiz kuzatib turganligi uchun biz undan yashiramiz. Qo'rqmaymiz ichki nazar kuzatishidan. Lekin tashqi nazardan qo'rqamiz. Tashqi nazari oldida xato qilib qo'yishdan qo'rqamiz. Tashqi nazar bu odamlarning nazari. Ya'ni odamlar oldida xato qilib qo'yishdan qo'rqamiz, shuning uchun doimo sergay turishga harakat qilamiz. Stoyka turishga harakat qilamiz. Odamlar hammani oldida va'da bersak, bajarishga harakat qilamiz, nega? Gizlamachi bo'lib qolmasligi uchun. Chunki inson o'zining ojizligini ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Ustoz endi ustozni hamma o'quvchilar kuzatib turibdimi? Harakat qiladi, o'zining ojizligini ko'rsatmaslikka. Lekin o'zi abituriyentligidan o'zi ikki olganmi shu ustoz? Masalan, mana necha darsga bormagan paytlarimiz bo'lgan, to'g'rimi? Lekin nega ustoz bo'lib endi dars keladigan bo'lib qoldik? O'sha tashqi nazar bor-da endi.
Bizlarga baho beradigan odamlar ko'p. O'sha tashqi nazar hisobidan mas'uliyatimiz oshib ketib qoladi. O'shaning uchun o'quvchi menning o'ylashim bo'yicha sizni kuzatib turgan odamlar ko'pligini his qilishingiz kerak. Ota-onangiz, o'rtoqlaringiz, qarindosh-urug'laringiz masalan. Tasavvur qiling, o'qish kira olmasangiz, onangizga hamma telefon qilyapti. Qizingning ahvoli nima bo'ldi? O'qish kirdimi, kirmadimi deyapti. Chunki siz hamma bilardimi, aytayapti, sinfdoshlaringiz bilardi. Siz ketdik, aylanishga boramiz degan paytda bormagandingiz. Qani ko'ramiz ahvolini deb kuzatib turibdi. Chunki ertaga ko'rasiz. Qarindosh-urug'lar telefon qiladi oyingizga. Kira olmay qolsangiz, oyingiz telefonni ko'tara olmaydi. Qizil bosib qo'ygisi keladi. O'sha nazarni tashqaridagi nazarga bog'lash kerak. Ichki nazar doim bizlarga do'stday ko'rinadi-da, bizlarni ishdan qoldiradi. Mas'uliyatni yo'qotadi ichki nazar. Tashqi nazar bizlarga mas'uliyat beradi. Tashqi nazar o'zi tezroq ichki nazarga o'tib olish kerak. Lekin unga hali yoshlari, bizlarning ham quvvatimiz yo'q. O'shaning uchun tashqi nazardan foydalanish kerak. Menimcha shunaqa. Shuni demoqchi bo'ldim. To'g'ri. Ha. Bo'ldimi? Aha. Mana shu hisobda bir marta chiqqanda natija yetmadi aka. Endi mana struktura endi bunaqa struktura qo'llarda mana shu tomoni misol masalada nazariy ishlayotganda oqsoqlanadi. Masalan misol birdan 30 gacha qiynaladi. Lekin 30 daqiqagacha menga oson. Har kirganimda misol 30 dan boshlardim 40 dan 30 ga keladi. Endi nazariga so'rayapman. Siz misol qanaqa maslahat berasiz? Bir fil soldi bular hozir. Zo'r. Endi men o'rgatganlarimni ayrim o'quvchilarim ham qo'shilmaydi. Menda prinsip shunaqa. Men xuddan boyagi aqliy ravshanlikka o'xshaydi. Men shuna ishlaymanda, osonroq savoldan ishlaymanda, o'zimni ko'nglimni xotirjam qilish uchun shuna tishga qilib boraman. Yana o'zimni ko'nglimni xotirjam qilish uchun shuna bo'ldi. Bundan yopdim. Murakkab savolni qoldirib tashlayveraman. Ya'ni menda teskariroq. Osondan boshlasa, menda duh paydo bo'lsa, mana 10tasini qo'llatdim-ku, menimcha endi hammasi joyida bo'ladi degan narsa bo'lsa, bu yaxshiroq emotsiya beradi. Eng zo'r variant, hammaga eslatma. Men Asrorni ustoz menga yozda eslatuvdi, yozda o'sha sertifikat guruhimizga bolalarni tezlikka ishlating, 60 daqiqaga qo'ying yoki kamaytiring dedi. 1-sentyabrdan boshlab o'sha 40 talik savolni bilsangiz, milliy sertifikatda kimyoda ham shunaqa bo'lsa kerak, 1 soat 40 minut vaqt beriladi. O'shandan boshlab bolalarga 1 soat 30 minutdan boshladim, 1-sentyabrdan. 30 minut, 1 soat 30 minut, keyin 1 soat 29, 28, 27, 26, 25 bolalarga aytadiki, 1 soatga chiqamiz hali. 1 soatda ishlaydigan darajaga chiqamiz. 40 minut sizda hali zapas bo'ladi. Sizga katta duh bo'ladi bu deb. O'sha 29-noyabrda imtihon bo'ldi deb adashmasam, 25-noyabrda o'zi biz 1 soatga tushdik. Ya'ni mana bu eng yaxshi yo'l. Tezlik hamma savollarni bilasiz, faqatgina vaqtdan yetmasligi mumkin. Bu shu ustoz bu yil endi bizda yana motivatsiya paydo bo'lib qoldi. 1 soat emasda 50 minutga o'tkazish. Sizga ham shu maslahat beriladi agar. Reaksiya tezlashadi-da. Reaksiya tezlashadi. Miya o'rganadi. Haqiqatan men boshda shubha qildim aytganlarida, miya o'rganar ekan. Miya o'rganar ekan. 40 minut desa 40 minutga miyangiz o'rganadi. Yarim soat desa yarim soatga iloji yo'q deb yuborishingiz mumkin, lekin miyangiz o'rganar ekan. Bolalar bor, bolalar chiqqandan keyin aytayapti, ustoz yaxshi ham shunaqa qilgan ekanmiz, men savollarni 2 marta ko'rib chiqdim. Men 3-marta ham ko'rib chiqdim deganlari bo'ldi. Demak, miyamiz shu rezinkaga o'xshaydi. Sal anaqa. Bundan oldingi potokda nechta odam topshirgan? Bundan oldin 10 ta edi. 10 ta. 10 tadan nechtasi A yoki aptil solgan? 3 ta edi. 3 ta. 30%. Ha. Demak, bunisi 50% ga yaqinlashdi. Endi bu nimaga? Masalan, oldin ham tushuntirganimizda futbol o'ynaydi, futbolchilar. Futbol o'ynaganda futbolga qancha vaqt beriladi? 90 minut vaqt beriladi. O'yinchilarning eng kuchli o'ynaydigan daqiqalari qaysi daqiqalar? Oxirgi 88, 89, 90 daqiqalar. O'zi umuman kuch qolmadi. Kuch qolmadi. Endi tasavvur qiling. O'sha 90-daqiqani olib tashladik. O'yinda vaqtni olib tashladik. Qanaqa o'ynaydi o'yinchilar? Charchab qolsa dam oladi. To'g'rimi? Xohlagancha o'ynaydi. Vaqtini chegarasini olib bersangiz, xohlagancha o'ynaydi. Gol o'tkazib olsa ham, hali vaqtimiz yetib deydi. Ya'ni nima dam olishda xotirjamlikda davom etaveradi. Lekin oxirgi daqiqa vaqt bilan chegaralanganligi uchun 88, 89, 90 daqiqalarda yutayotgan komanda maksimal himoyaga o'tadi. O'z kuchi qolmadi. Tushunasiz, maksimal himoyaga o'tadi.
Yutqazayotgan komanda maksimal nimaga o'tadi? Hujumga o'tadi. Chunki nima tugayapti? Vaqt tugayapti. Tushunasizlar? Va o'sha vaqtlarda butun maksimal energiyasini ishlatadi. Safarbar qiladi. O'zi energiya qolmagan. Eng kuch keladigan davr ham o'sha davr. O'shaning uchun endi sizga qancha vaqt berilyapti? 1 soat 40 minutmi? O'shani kamaytiring. Siz o'sha narsani nima desa bo'ladi? O'sha 1 soatga olib tushing. 1 soat tugatishni kerak. 1 soat tugatadigan odam 1 soat 40 minut tugata olmaydi. Bemalol tugatadi. Aksar o'quvchilarni sertifikat kuni, masalan, bizlar bolalar borsa bo'ladi, kakaras. Sertifikatdan chiqqan bolalarga bir savol berib ko'rsak bo'lar ekan. Mana sizlarga nima? Nima imtihon, nima deydi? Biz video olamiz masalan, har xil temalarda. Mana shu tema qilib ko'tarsa bo'ladi. Sertifikatdan chiqqansiz sizga nima xalaqit qildi deb so'rab ko'rsin. 95% odam o'quvchi mana vaqt yetmadi deydi. Vaqt yetmagani uchun keyin chiqqandan agar o'sha chiqqandan keyin o'sha savolni bersa, ishla oladi o'zi aslida. Ishlamaydigan savoli yo'q o'quvchilar. Hammasini biladi. Faqat o'shanga moslashmagan. Organizm o'shanga moslashtirish kerak. Shundagina menimcha muvaffaqiyatga erishsa bo'ladi. Hamma narsani biladi turing. Hamma narsani biladi, faqat o'sha vaqtga moslashtira olmagan bo'ladi. O'sha 1 soatga turish kerak. Bizada Doniyor akam birinchi borganman. Doniyor Nasriddinov ustozimiz, kimyo ustozimiz test oldi. Men yiqilganman. 32 ta 33 ta yiqilgan paytim bordim. Ustozdan so'radi. Nechta ishlagansan dedi. 35 ishlaganman. Yiqilganman institutdan dedim. Keyin birinchi darsga kiring, bo'ldi, darsga kirasiz dedi. Oting qo'yib imtihon olamiz dedi. Organikadan ekanda. Organikani ham o'qib yuribman kakaras. A'dan B'ga, B'dan C'ga, C'dan D'ga, D'dan E'ga, E'dan F'ga keyin vaqt belgilab qo'yganda. 3% ishlayapman-da. 3%. Endi men 30 ishlab qo'yganman deganman. Yaxshi ustoz meni u savol berib ko'rgan, savollarga yaxshi javob berganman. U men sharmanda bo'lib ketdim-da endi. Qizarib ketdim-da. 3% ishlaganman. Keyin uyga borganman. Ustoz qolganlar ham yaxshi ishlamagan. Qolganlar ham 50, 60, 70% ishlagan, 80% ishlagan odam yo'q. Ustozim bitta chiqazib bering, iltimos shundan dedim. Keyingi safar kimdan olaman dedim. Bordim-da, ana eski varog'im bormi? Birinchi hammasini yozib chiqdim. Yozib chiqqanimdan keyin qancha vaqt ketdi masalan? 1 soat vaqt ketdi. Demak, xalostoy ishlasam, bemalol shoshmasdan ishlasam 1 soat ketar ekan. Yana boshqatdan ishladim shuni. Tushunasizlar? Keyin 50 minutga qo'ydim. Keyin 40 minutga qo'ydim. Keyin 30 minutga. Oxiri 7 minut yozib bo'ladigan bo'ldim-da. 100 ga 100 yozadigan bo'ldim. Keyingi darsgacha tayyorlab oldim. 5 marta, 6 marta tayyorgarlik ko'rdim. Keyin nima bo'ldi? Keyin ustoz imtihon oldi. 95% shuni xizmat qilayotganman. Siz endi ozgina o'zgartirishlar kiritaman degan, joyini o'zgartirgan. Shu 95% ni yutganman. Qolganda bamma yana 60%, 70%. Nega? Ular mashq qiladi. Keyin heterosiklik birikmalar bor, masalan. Moddalar, qaysi mavzuda? Heterosiklik birikmalar degan mavzu bor o'zi. Formulalarni yozish kerak. Bitta tayoqchasi qolib ketsa ham xato hisoblanadi. Tushunasizlar? Bitta vodorod qolib ketsa ham xato hisoblanadi. Men bilib oldim qanaqa tayyorlash kerakligini. Uyga boraman, telefon, men o'zim telefonim yo'q, o'rtog'im telefonidan sekundamerga qo'yaman-da, tezlikni tugatishga harakat qilaman. Tez tugatishga harakat qilaman. Keyin yana boshqatdan qo'yaman, yana boshqatdan. Ustozdan o'sha testni 5 ta, 6 ta ko'p varaqda chiqarib olganman. Tayyorlanaman, keyingi safar kelaman, men zo'rman. Zo'rman, guruhda hamma asro zo'r bo'ladi. Yo'q, ular bir marta harakat qilib ko'rdi, men 5-6 marta harakat qildim xolos. Ya'ni takror men yodlab oldim-da. Ana o'rtada svetofor qizil chiroq yonmadi. Qo'lni yashilda yurdi. To'xtab qolmadi. Ya'ni miya tez reaksiya qildi. O'shaning uchun sertifikatda tushayotgan savollar aslida tushgan savollar. Aslida tushgan savollar. Faqat qiyos qisman o'zgartirilgan bo'ladi. Aytadi-ku, bor o'quvchilarimizga aytgandek, dunyoda 7 xil nota bor. To'g'rimi? Lekin necha mingta kuy bor? 100 minglab kuylar bor. Lekin hammasi nechta notaga solingan? 7 ta notaga. O'sha 7 ta notani tushungan odam hamma kuyni tushuna oladi-da. To'g'rimi? Demak, aytmoqchi bo'lganimiz, o'sha 7 ta kitob bormi sizda? 7 ta kitobni zo'r tushunaylik. To'g'rimi? Bu bir. Ikkinchisi, sertifikatda tushgan savollar oldingi tushgan savollarga o'xshaydimi? Oldingi tushgan savollar o'zi sertifikat net boshlanganiga necha yil bo'ldi? 3-yilmi? 3 yil bo'ldi. Demak, bazasi kam. Sertifikatning bazasi kam.
u sertifikatni bazasi kam bazani tezroq tugatsa bo'ladi. Tezlik bilan hammasini tugatib, miya tez reaksiya qiladigan darajaga olib chiqib ishlash kerak. Masalan, nechta variant ko'rib chiqsa bo'ladi? Nechta variant ko'rib chiqdingiz masalan? Savol. Sertifikat uchunmi? Sertifikat uchun. Umumiy 60 ta 40 ta variant. 60 ta variant ko'rgan, 60 ta variant professional darajada bilgan bola qiynalmasdan ishlaydimi? Har holda, to'g'rimi? Agar aytganimizdek tahlil qilsa, miyada qaynatsa, yo'q, mohiyatan tushunib qilsa, yo'qda bo'lmasa-da, masalan, mohiyatan o'shani tushunib ishlab bera olsa, demak nima qila oladi? Tez reaksiya qila oladi. Bitta variantni olib tushiring, shuni. Bitta variantni zo'r ishlang. Eng professional darajada ishlang. O'zbekistonda sizdan zo'r ishlay oladigan bo'lmasa, o'sha variant bo'yicha. 60 kuniga bittadan variant ishlash mumkinmi? 60 kunda 60 ta variant ishlab qo'yganmisiz? Lekin siz sertifikatga yillar sarflab olasiz. To'g'ri, 60 kunda, ya'ni 2 oy degan. Kuniga bitta variantni professional darajada tugating. O'zbekiston shunaqa maqsad qo'ying. O'zbekistonda